Assalomu alaykum. Hammanglar bilan yana bir bor Muxlis studiyada va men Muxlisa Po'latova bilan birgalikda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar uchun yana bitta insonni kashf qilamiz. Men bilan birgalikda tabobatda birga o'qigan va o'zini hozirgi kunda juda katta ayollar, qizlar salomatligi bo'yicha katta xizmatlarda xizmat qilib kelayotgan inson Zarnigor bilan tanishamiz. Zarnigor, sizni Muxlis studiyada ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Keling, endi ish faoliyatingiz, bu sohaga kirib kelishingiz, o'zi kimligingiz haqida auditoriyamizga o'zingizni tanishtirib olsak va siz bilan birgalikda boshlagan ishimizni foydalari, ayollarimizga bermoqchi bo'lgan yaxshi tomonlarini keyin sekin-sekin ochib beramiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men Zarnigor Imomova. Men Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida shifokorlar oilasida tug'ilganman. Dadam 40 yil meditsina sohasida jarroh xirurg bo'lib ishlaganlar. Onam dadamning qo'llarida ishlaganlar. Shifokorlar oilasida tug'ilganligim uchun bu sohaga meni juda ham qiziqishim juda katta bo'lgan, tabobat sohasiga. Hozirgi kunda tabobatda ilm olib, o'qib o'rganib, mana shu dadamning kasblarini tabiiy yo'nalishda insonlarga yordam berib kelyapmiz. Nima hozirgi sohada ishlayapsiz? Bu ayollarimiz, menimcha obunachilarimiz uchun juda ham qiziq. Bu soha tabiiy yo'nalish, ayollarning organizmidagi tabiiy holatda o'zi Alloh taolo yaratgan hamma tabiiy giyohlardan foydalanib, o'zini o'zi uy sharoitida davolasa bo'lishi haqida men insonlarga tushuntirmoqchiman. Aslida organizmida gormonal narusheniyadan, ichaklarni tozaligi, o'zini vazifasida o'z o'rnida hamma narsa ishlaydi. Faqat uni to'g'ri ishlashini nazorat qilib turishsa, to'g'ri ishlashiga yordamlashib yuborishsa bo'ldi. Shuni yoritib bermoqchiman bugun. Tanishtiramiz. 12 yillik tajribaga ega, tabobatda, psixologiyada, giyohlar bilan davolash bo'yicha, zulu terapiya, hijama terapiya, igloterapiya bo'yicha mutaxassis bo'lib, hozirgi kunda o'z xizmatlarini ko'rsatib kelyaptilar. Zarnigor va media olamiga yaqinda kirib kelganliklari sababli endi media olamidagi o'zlarini obunachilariga o'zlarini tanishtiryaptilar. Shu kungacha juda ham ko'pchilik qizlarga, ayollarga xizmat ko'rsatganlar. Shaxsan o'zim ham ularga hijamaga, massajga, igloterapiyaga, zulu terapiyaga sezonni borib turaman va ularga taklif kirgizdim. Zarnigor, bu ilmlaringizni endi katta auditoriyaga olib chiqaylik. Sizni o'sha sog'lomlashtirayotgan holatingiz, sizni berayotgan giyohlardan natijalaringizni ko'pchilik bilishi kerak deganim uchun ular bugun biz bilan o'zlarini ilmlarini bo'lishyaptilar. Zarnigor o'zi shifokorlar oilasidan tug'ilib, nimaga shifokor yo'nalishida emasdi, tabobat yo'nalishida ketgansiz. Buni men tarixini ozgina bilaman, lekin obunachilaringizga, siz kuzatayotganlarga uni yoritib bersangiz, qanaqa qilib o'zi tabobat yo'nalishiga, tabiiy yo'nalish bilan davolashga kirib keldingiz? Bu juda ham qiziq bo'lgan hayotimda, hayotiy yo'limda. Buni asl sababi jarrohlik operatsiyasiga 6 marta yotgan qizman, jarrohlik stoliga. Nima sababdan? Sababi meditsinada umuman shifo topolmaganman. Nimaga? Gormonal narusheniya ketgan, menda folikula yorilmaydi deyishgan. Farzandli bo'lmaysan deyishgan doktorlar. Men qidiravurganman ketini, nimaga buni sababi bo'lishi kerak deb qidiravurganman. Oxir bir o'sha insonni uchratib qolgan, zuli hijoma olishi tavsiya qilganlar, mana shu xelba giyohini ichishi tavsiya qilganlar. Uni damlab ichib, zuli terapiya olganman. Zuli lecheniyasini olgandan keyin o'z-o'zimda tanamda yengillik, qon aylanishlar yaxshi bo'lib, folikula o'sha borganimizda o'ziga folikula yorilganligini aytishgan. Sirazi men keyin ketma-ket 4 ta farzandning onasiman hozirgi kunda. Farzandli bo'lganman. Buni yechimi yo'q deb o'ylashadi aslida. Ko'pchilik ayollar nima qilishni bilisha olmayapti hozir gormonal narusheniyaga. Buni albatta tabiiy giyohlar bilan, zuli hijoma terapiya bilan ketma-ketlikda etap-etap davolanib,
gormonal narushinasini to'g'irlashni iloji bor deb mana bitta shu narsadan tuzalgan inson sifatida tavsiya bera olaman. 6 marta o'simda chiqqan Fibroadenoma bezi chiqqan. holatingizni gapirib bering ozgina. 6 marta ko'kragimda operatsiya bo'lganman. Nimaga? Bu yerda fibroadenoma har yiliga takrorlanaverardi. Doktorga borardik, gormon yozishardi. Gormonni ichardim, yana takrorlanardi. Menga hech kim aytishardi oldindan, hech qachon biza keyin yana bo'lmasligiga garantiya bermaymiz deb. Men tavakkal, endi baribir bilgan narsangizni, aqlingiz yetgan narsani qilasiz-da. Meni aqlim o'sha paytda meditsinada bor. Davolasa bo'ladi. Bu operatsiya qildirsam, keyingisida xudo xolasa bo'lmaydi deb bari yaxshi niyat bilan qildiraverganman-da. Chunki boshqacha yechimini men bilmaganman. Har gal operatsiya Har gal. stoliga yotib, har gal narkoz olib, Shunaqa. har gal uni oldirib olishi o'zi ham o'zi bo'lmagan bo'lsa kerak. Yo'q, narkoz bilan o'sha yerda odamlar, baribir onamlar, hamma oilaga, butun oilaga baribir katta o'ylov tushgan bu narsa bo'yicha. Chunki bu oson operatsiya emas. Birinchidan ayol kishining eng nozik joylari, u gormonlar o'zgarishidan bo'lib yotganligini biz xayolimizga ham keltirmaganmiz. Gormonlaringizni to'g'irlash bo'yicha dori ichgan taqdiringizda ham qaytalaverish bo'lgan. Gormonlarni o'sha aptekadan gormonlarga qarshi o'sha dori yozib berishardi, lekin u qayta bo'lardi menda. U hech qachon oldini olib yoki yaxshi bo'lib ketib, keyingi yilga nimadir o'zgarish bo'lmagan deymanda. Necha yil shu holatda yurdingiz? 7-8 yil bo'lsa kerak. 7-8 yil yurdim shu holatda. Keyin ketma-ket o'sha 4 ta farzandli bo'ldim. Ustozingizni topdingiz. Ustozimni topdim, tabiiy yo'nalishda davolanishni boshladim. Ular menga ustozlik qildilar. Hamma zulhijomani, igla terapiyalarni, tabiiy mana shu hozirgi insonlarga berayotgan giyohlari hammasini sirini o'rgatganlar. Hozir o'zlari o'sha Turkiyada ayol qizlarimizga xizmat qilyaptilar. O'zbekistonda men shu narsani o'zimni tanamda his qilganim uchun ayollarga tabiiy yo'nalishda yechim borligini tushuntirib berishni xohladim. Keyin bu yo'nalish bo'yicha men 12 yil davomida ilm olib kelyapman. Ilm oldim. Mana shu zulh qanaqa qo'ysa, qanaqa ta'sir qiladi, ayollarni jenskiy kasalliklarni, gormonlarni qanaqa to'g'irlaydi. Aslida ko'pchilik sabablarini davolashadi, lekin kasallikning ildizi gormonal narushinadan kelganini o'zimga o'xshab bilishmayotgan ayollar juda ham ko'p. Shuning uchun men o'zimga maqsad qo'ydim, xuddi mendagi qiynalib, mana shunaqa shu kasalligiga yechim yo'q deb o'ylayotgan ayol qizlarimizga unaqa qarorga kelib qolishmasin. Buni albatta yechimi bor. Baribir sababiyatini qilsa, yechimi tabiiy yo'l bilan qilsa, yechimini berar ekan Alloh. Shu sohani o'rganib kelyapman. Ayollarga 12 yildan beri shu xizmatimni ko'rsatib kelyapman. Bunda natijalar juda ham zo'r. Xursandman bundan, shu natijalar bo'layotganiga, chunki bu tabiiy narsada baribir yechim bo'lar ekan. Men o'zimni tanamda his qilganimcha ayollarga ham tabiiy yo'nalishda birinchi tashxis qo'yilganda tabiiy yo'nalishda ko'rishni tavsiya qilaman. Zarnigor, hozirgi kunda mana matkada kista, mioma, keyin eroziyani rivojlanib ketish holatlari bo'lyapti, keyin o'sha vohlik, klimaks bo'lib qolish holatlari bo'lyapti. Juda ko'p hozir. Ko'kragimda qanaqadir qattiq bez bo'lib qolyapti, ko'kragim og'riyapti degan holatlar bo'lyapti-da. Siklida og'riqlar. Siklni buzilish holatlari bo'lyapti. Ana shunda siz ularga nima tavsiyalar beryapsiz va nimalar bilan shifolash usullariga bir sababchi bo'lyapsiz-da? Men tavsiya berardim, birinchi o'rinda ayol qizlarimizga to'g'ri suv ichish bilan to'g'ri uyquni tavsiya qilardim. O'zi asl gormonal narushina ichaklarni men ichak haqida gapiraveraman. Nimaga desangiz, ichaklarni normada ishlamayaptiki, gormonal narushina albatta keladi bu narsaga inson. U to'qimalariga o'sha gormonlarni to'g'ri ishlashi uchun ularga ozuqa kerak bo'ladi. Bu ichak tarafdan so'rilinadi. Endi ichaklarimizga to'g'ri qarab, to'g'ri parvarish qilib, uyqumizni to'g'ri suv ichib bersak, aslida bo'ldiydi. Lekin biz shu kista, mioma, shu holatda og'ir o'tayotgan insonlarga baribir hozir tashqaridan yordam kerak bo'lsa, tabiiy giyohlar bilan davolanishligini, qonga birinchi o'rinda ichaklar shlakka botadi, qonga to'g'ri ozuqa so'rilib borishligini ta'minlashini, uni oddiy uy sharoitida qilsa bo'ladigan
variantlari bor. Juda ham oson buni kun davomida qilib yurish. Yana tavsiya qilaman, qonini suyuq quyuqligiga e'tibor qilishligini. Anemichnilar ham hozir ko'p. Men o'sha qon yaxshi so'rilib, toza qon o'sha gormonlarga yetib borsa, gormon to'g'ri ishlashni boshlaydi. Ayol qizlarimiz energiyada, immunitetida sразу bilishadi. Immunitetda ham, energiyasida ham o'zgarishni o'sha uzog'i 3 kunga bormasdan sezishadi. To'g'ri uyquni, to'g'ri suv ichishni, to'g'ri parvarish qilishni bilishsa. Yana unga qo'shimchasiga qaysi giyohlarni, qaysi o'tlarni tavsiya qilyapsizlar hozirgi kunda? Hozirgi kunda tavsiya qilayotganim, obunachilarimga ham tavsiya qilyapman buni. Birinchi o'rinda ichaklarni tozalashda kurkumani murch bilan, shafran bilan ichishni tavsiya qilaman, chunki organizmdagi barcha yomon bakteriyalar, yomon parazitlarni mana shu shafranimiz ham qon tozalaydi, ichakni shlakini tozalashda birinchi o'rinda ayollarimizda yuzida o'g'rilar, yuzida dog'lar asli ichki holatdan bo'ladi. Shu kurkuma giyohimizni men tavsiya qilaman. Shlakni birinchi o'rinda tozalab olishsa, keyingi etapga o'tiladi. Kurkuma parazitlarni tushirishga ham yordam beradimi? Kurkuma albatta yordam beradi, unga qalampir munchoq qo'shib ichishsa. Qalampir munchoqni обязательно qo'shishsa, murch bilan so'riladi. Kurkumin modda bor kurkumaning tarkibida. Agar uni murch bilan ichishmasa, uni so'rilmaydi. Ko'pchilik ichyapti, kurkumani men ichaman, lekin anchadan beri ichib yuraman, lekin foydasini sezmayman. Chunki u faqatgina murch orqali so'riladi. Murch qo'shganda, chunki uning tarkibidagi kurkumin murch bilan so'riladi organizmda. Bo'lmasa kurkuma chiqib ketaveradi ichaklar orqali. So'rilmasdan. Qoidasi shunaqa kurkumani ichishi. Va hozirgi kunda sizni profilingizni kuzatganimda Xelva mahsuloti haqida juda ham ko'p gapirgansiz. Ayollarimizni eng og'riqli nuqtasi o'sha jinsiy organlar, ko'krak sohasidagi bo'layotgan muammolarni yechishga rosa ko'p odzivlaringiz bor ekan kuzatganimda. Shu haqida ham ozgina gapirib bering. Xelva mahsulotimiz bu, men oltinga teng deyman. Bu mahsulot aynan o'zim ichib tuzalganman. Shu mana gormonal narusheniyadan oyoqqa turganman. Termizga damlab qo'yardilar ustozim. Men ichishni boshlaganimda organizmimda birinchi o'rinda hazm yaxshi bo'lgan, ichaklarim, meni qonim anemichni edim, qonim ko'payishni boshlagan, qon aylanishim yaxshi bo'lib, o'sha toksinlarni yuvishni boshlagan organizmdan. 9 ta sekresiya bez bor. Tabobatda o'qiganimda o'zim shu guvoh bo'lganman. Haqiqatan Xelva mahsuloti estrogen gormoni juda ham yuqori bo'lganligi hisobiga ichaklarning faoliyatini ham yaxshilaydi. Kurkumadan keyingi agar etapda ichishsa, bu juda bittada ta'sir qiladigan Xelva giyohimiz 9 ta sekresiya bezi polniy toksinini tozalab, organizmini gormonal narusheniyasini o'zini o'rniga tushirib beradi. Testosteron balandlab bor. Uni normaga qo'yib beradi, estrogen bilan barobar qilib beradi. Estrogen yuqorilab ketsa, o'sha kista, mioma, o'sha endometrioz, folikistoz aslida kelib chiqadi. Gormonal narusheniya estrogeni yo juda yuqori bo'lib ketgan insonda yoki juda tushib ketgan insonda keladi. Balansda yurgan insonda agar o'sha estrogen gormon o'zi ayol kishimizda tabiatimiz ayol qilib yaratilgan. Bizga estrogen gormoni juda ham kerak narsa. Agar estrogen gormoni bizning organizmimizda normada ishlasa, ayollar jenskiy tarafda muammosi bo'lmaydi. Bu hayotimda kuzatgan, o'zimni boshimdan o'tgan narsa. Men tavsiya qilaman, Xelva mahsulotini agar gormonlari o'ynab turgan bo'lsa, o'zini mana ko'kragidan xo'jayinlarini yonida xijolat bo'layotgan bo'lsa, hayz siklida hayz og'riqli kelayotgan bo'lsa, ayniqsa buni o'sha nima deydi, menopauza holati, klimaks davrida, erta klimaks juda ko'p, unaqa holat uchramaydi. Buni to'g'ri ichib yurishsa, albatta buni mutaxassis tavsiyasi bilan ichishsin, chunki har xil ichadigan buni yo'llari bor. Semizlarga men ves ortib ketadi, qalqonsimon bezi yaxshi ishlamayapti, ichaklarda so'rilishi yaxshi emas, o'shaning uchun ichaklarda ortiqcha yog' yig'ilib, qalqonsimon bez faoliyatiga yaxshi
ozuqa yetib bormayapti. Men tavsiya qilaman buni mutaxassis bilan maslahatlashib ichishni. Chunki uni har bitta pasiyent organizm individualniy bo'ladi. Har bitta pasiyentga biza ichish retseptini beramiz. Buni shaxsan o'zingizga kelishganda siz ularni so'zidan, tanasidagi holatga qarab, tanasidagi holatdan ko'rib konsultatsiya qilib keyin berasiz. Shunaqa. Misol uchun qaysidir o'rtog'im aytdi, mana bunaqa icharkanman, unga mana bunaqa ichishibdi, bunga mana bunaqa ichishibdi deb o'z boshimchalik ichishni ham tarkibida tavsiya qilmaymiz. yo'q, tavsiya qilmayman. Chunki gormon bor buni tarkibida. Bir kun ichib, 2 kun ichmaydigan narsa emasda bu. Buni 21 kun davomida bir oyda ichadi, 9 kun tanaffus qiladilar. Keyingi oyda yana 21 kun, 3 oy davomida xuddi shu holatda ichib beradilar. 3 oy tanaffus qilib holatini kuzatamiz. O'zi organizm individualniy bo'lgani uchun u bir xilla bir oyda natija sezadi. Bir xilla 2 oyda, bir xilla 3 oyda zo'r natija olishadi bundan. Demak, dorilarni qanaqa betartib ichganingda rezultat ololmagan kabi bu giyohlarni ham betartib o'zboshimchalik bilan ichish mumkin emas. Hamma narsani tabiiy deb, tabiiyni ham hamma narsani me'yori bor, halol haromi bor. Shunga qarashishni tavsiya qilaman men. Juda ham zo'r. Sizda bilamanki, o'zingizni xizmat ko'rsatish joyiz bor. Erta zuluterapiya, hijamoterapiya, massajni yo'lga qo'ygansiz. Shu zuluterapiya haqida ma'lumot bersangiz, bizani o'sha ayollarimiz ichida zuludan qo'rqadiganlar bor. Qo'rqaman, ko'rgim kelmaydi, lekin uni shifoliligini bilib turib, hattoki kosmetologik zululardan foydalanib yosh, chiroyli bo'lib yuradigan ayollarimiz ham bor-da. Keling, shu haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Zuluterapiya qanaqa? Bu Allohning bitta mo'jizasi deyman. Bu juda ham zo'r narsa. Og'zidagi gerudini olimlar hali aniqlashibdiki, 20 xilini, lekin buni 100 xildan ortiq og'zida fermentlar bor. Organizmga juda ham zo'r ta'sir qiladigan, immunitetni oshiradigan, qon suyultiradigan, kollageni bor buni tarkibida. Sanasam tugamaydi. Ayollarimiz yuziga olganda ham birinchi to'g'ri mutaxassis yondashsa agar yuzida zo'r natija qilib bera oladi, ajinlariga qon aylanishini yaxshilab bera oladi. Endi yuzga zulik qo'yarkan, qo'ysa bo'larkan deb oldin etap-etap qo'yiladi. Kindiydan qonni suyultirmasdan turib hech qachon yuzni o'ziga zulik qo'yib bo'lmaydi. Jigar tozalamas kindikdan boshlanadi. Jigar sohani tozalanib, undan keyin o'zi jigar terining rangiga javob beradi. Men tavsiya qilardim ayollarimizga mutaxassisdan olishlarini zulini. Chunki kindiydan qon suyultirmagungacha qoni quyuvdi organizmida yuziga zulik qo'yyapsiz. Endi to'g'ri natija bo'ladi, natija bo'lmaydi emas. Zulik tabiiy narsa, natija bo'ladi, lekin zo'r rezultat olishlari uchun kindiydan qon suyultirib, jigarni tozalab olish kerak. Jigari faoliyatini yaxshi qilib olish kerak. Keyingi etapi vaginalniy zulikka to'xtab o'taman. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik vaginalniy zulik olyaptilar. Agar uni ham to'g'ri mutaxassisdan olsalar, o'zi tast sohada ayollarda protsess bo'ladi. O'sha 14 yoshdan keyin qizlarimizda yetilish davri, ya'ni balog'at yoshiga, ayollikka tayyorlanayotgan davri bo'ladi. Ularda o'sha hayz kelishi boshlaydi. Ya'ni rivojlanayotgan gormonlar o'ynaydi u holatda. Shu holatda zulik qanaqa qo'yiladi? Protsess, keyingi protsessi qarang. Ayollarda o'sha homiladorlik, turmush quradilar, homiladorlik davri, o'tda ham gormon o'ynaydi. Keyingi holat emizish davri, o'tda ham gormon o'ynaydi. Zulik juda ham kuchli ayollarni jenskiy kasalligiga qo'yiladigan super sehrli mavjudot bu narsa. Nimagaki o'sha vaginalniy zulik qo'yganda ayol kishida hidli выделение, kista miyoma, endometrioz qalinlashishi, gormonal narusheniylar umuman yo'qoladi. Shaxsan o'zim xuddi shu uslubda olganim uchun follikula srazi yorilib farzandli bo'lganman. Tavsiya qilaman ayollarimizga zulikni mutaxassisdan olsin, ya'ni kindi, jigar, talo soha bo'ladi. O'zi farzandli bo'lmasligini ko'pchiligida mana talodagi gormonlarni topshirib kelishni so'rashadi. Qalqonsimon bezini tekshirishadi. Qalqonsimon bezlar hammasiga zulik qo'yilib, vaginalni qo'yilgandan keyin unga bir kurs lecheniya bo'ladi. Undan keyin
o'zim shu holatda olganman. Undan keyingi etap o'sha giyohlarni damlab ichganda srazi gormonal narушение joyiga keladi. Keyingi etap qanaqa kasalliklarga qo'ysa bo'ladi? Buni yiringli kasalliklar, ya'ni o'zingizda bo'lgan holat, shamollashda juda ham zo'r narsa. Uch shoxli nerv shamollaganda agar uni qo'yishsa, shamollashi bittada xuddi antibiotik qilganingizda yoki обезваливающий qilganingizda og'riqni srazi davolab qoldirib beradi. Даже qoldiradi, og'zidagi girudin antibiotik hisobiga o'tadi buni. O'sha og'riqli, yiringli joyini, gaymaritlarni, bosh og'rig'ini bittada qoldiradi. Davleniyaga buni tengi yo'q. Men shuncha kundan beri davleniyaga, cherknoy davleniyaga qo'yganimda bundan juda zo'r natijalar olinadi zulidan. Chunki qonni srazi suyultirib beradi buni og'zidagi girudini. Juda ham zo'r. O'zim shaxsan boshimni yuvib, o'sha konditsioner tagida uxlab qolganimda uch shoxli nervni juda ham qattiq shamollash holatida Zanigor oldilariga borganimda shu tarafimda juda ham katta bez ishib qolgan holati va menga doktorlar srazi shu o'ziga blokada qilishgan va blokada so'rilmasdan u ham katta shish bo'lib qolgan. Shunda ketma-ket 3 ta dona qo'ygan edik-a. 3 ta dona zuluk qo'yib, srazi 30 daqiqani o'zida shishni ketkazgan, og'riqni ketkazgan. O'sha yig'ilib qolgan blokadangizni joyida so'rib olib, qaytgan shishingiz o'sha yerda o'zida. Davolash o'sha kunning o'zida rezultat. Qaytib undan keyin davolanmadingiz. Qaytib men uchoqli nervimdan shikoyat qilmadim, og'riqlarim ketdi, atoklarim ketdi. Agar kimda shunaqangi holat bo'lgan bo'lsa, murojaat qilinglar. Uyingizgacha borib ham o'zlari polniy bitta sizni yaxshilab tekshirib oladilar. Undan keyin tavsiyalarga ko'ra etapma-etap davolash usullarini qilib beradilar. Xo'p, Zanigor, shu kungacha farzandlaringizni ham tabiiy yo'l bilan davolab kelasiz. Bilaman, ko'p dorilar bermaysiz. Keyin hozir bizani uyda o'tirib ko'rib turgan ayollarimiz bor. Bolasida har xil holatlar, har xil vaziyatlar bo'layotganlar. Tabiiy yo'l bilan bolalar nima giyohlarni ichib yurishligi kerak, nimalarga onalar e'tibor berish kerak, shuni ham yoritib ketaylik. Hozirgi kunda men farzandlarimni nima bilan davolayman? O'zi yoshligidan ham bu sohada 12 yildan beri yurganim uchun tabiiy giyohlardan foydalanaman ko'proq. Tabiiy giyohlarni to'g'ri ichish bilan men farzandlarimni davolayman. Icheklariga alohida e'tibor qilaman. Qaysi ovqat qaysi vaqtda so'riladi, qaysi taom nomasida nimalar bo'lishi kerak yosh bolani, unga ko'proq e'tibor qilaman. Hammada bo'ladi, baribir yosh bolani immuniteti mana bu ob-havoga, suv ichib qo'yishadi, baribir u holatda vоспаление, o'sha tomog'i yiringlab angina bo'lib qolish holatlari kuzatiladi. Unda nima qilamiz? Qistal hindi degan giyohimiz bor. O'sha kurkumani e'tiborimiz, xiltlarni juda zo'r yuvadi u. Qistal hindini tutatib ham ichirganda bolada u antibiotik hisoblanadi. Ichirganda srazi organizmini, qonni tozalashni boshlaydi. Chunki virus qonga so'rilgandagina tashqariga ko'rinadi. Ya'ni bizga bildiradi, tomog'i og'riyapti, burni oqyapti. Masalan, oddiy qayd qilish ketdi bolada, bitta qayd qildi, ichi hali ketmayapti, ikkinchi qayd qildi, hali unda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Keyin bundoq qarasangiz ichi ketishni boshlaydi. O'sha u ovqat yaxshi hazm bo'lmadi, qayd qilyapti. Birinchi oshqozoniga ahamiyat berib, keyin ichiga srazi qarashni boshlash kerak. Men ko'pincha imbir giyohidan foydalanaman, chunki ichaklardagi hamma viruslarni tozalab tushib ketadi. Srazi bolani qayd qilishi ham to'xtaydi. O'sha ichi ketishini ham davolab beradi. Qanaqa qilib berasiz va necha yosh bolaga qancha dozировka? Necha yosh bolaga dozirovkasi yarim qoshiqdan qistal hindini yarim qoshiqini 1 stakan suvga qilaman-da, обязательно o'sha kuchli yo'tali bo'lmasa, allergiyasi bo'lmasa, o'sha allergiya bermaydigan asaldan foydalanaman. Asal qo'shib beraman qistal hindini. 1 stakan suvga yarim qoshiq damlab beraman. Issiq qilib ichiraman qoshiqda. O'zlari ham ichib olishadi, o'rganib qolishgan menikilar. Baribir birinchi ichib ko'rganda ozgina hidli, lekin uni kapsula ko'rinishlari ham hozir chiqqan. Qistal hindi giyohini tavsiya qilaman. Ichi ketib qusganda imbir juda zo'r. Buni ham xuddi shunaqa yarim qoshiqdan qilib, 3 yosh, 2 yosh bolaga bemalol
qoshuvda o'lchab yoshiga qarab bersa bo'ladi. Uni ham baribir Mutaxassis bilan so'rab, so'rab dozировkalarni bilib, keyin shunaqa. berishlik kerak. Mm. Xo'p, Srazi boshlashsa tez yaxshi bo'ladi bola. hozirgi kunda juda ham allergiya muammo bo'lyapti. Mm. Yo'tal bilan, teri toshmalari bilan, keyin pishvoy allergiya kuchayib ketgan. Quyoshdan allergiya. Quyoshdan allergiya kuchayib ketgan. Shunga nimalar beryapsiz? Bu o'zi nimadan kelgan? Allergiya kasalligi albatta aytdik, ichi ishlaklanadi. U qonga so'rilgandan keyin terida srazi beradi. Allergiya qonda yaxshi kislorod yetishmayotganligidan, qonni kislorodli muhitini qarashimiz kerak. Birinchi o'rinda ichaklarda o'sha qanaqa qon so'rilyapti, bizani qon tomirlarimizga uni ahamiyat berishimiz kerak. Ko'pchilik allergiyada uzoq muddat ichaklarida polniy musorga to'lib ketganligi, gijjasi borlarda juda ko'pchilik uchraydi allergiya kasalligi. Yuzlab oqarib qolishi ham mana shu bu narsa, chunki o'zidan keyin qabziyati borlar juda ko'pchiligi allergiya bo'ladi. Nimaga? Ichakda turib qolgan axlat har doim qonga so'riladi. Qonga so'rilish natijasida qon ifloslanadi, tanada srazi terida berish boshlaydi bu. Tavsiya qilaman yantoq. Buni o'sha yosh bolalar, homilador ayollar o'sha allergiya holatida yarim litr suvga 2 osh qoshiqni damlab, qaynoq suvga yarim soat qo'yib, uni kun davomida 100 grammdan, yosh bolalarga 50 grammdan, 30 grammdan qilib bir qoshiqdan qilib ichirsa ham, masalan, yosh chaqalog'iga nimadir toshib ketyapti, o'zi ichib sutdan boradi. Yosh bolalar bo'lsa 1 qoshiq, 2 qoshiqdan qilib 3 mahal och qoringa ichirib turishsa, bolada ham, o'zligida ham allergiya bo'lmaydi. Katta odamlarda 100 grammgacha kun davomida ichish kerak. Oddiy yantoqni qaynatib, o'sha 5 minut qaynatib borib, 30 daqiqa damlab qo'yadilar. 500 gramm suvga 2 osh qoshiqni solsinlar, damlab qo'yib, xuddi shu keyin uni qolganini, masalan, qoladi ozginasini o'sha psoriaz, ekzema holatlari ko'p kelyapti menga. Terida toshmalar. Даже qo'llari bukilmay qolgan insonlar ham kelyapti qabulimga. Ana o'shalarga berganda 3 kunda даже natijasini bilishgan. Aytishyapti, dori-darmonlardan biz juda ko'p pulga oldik, foyda ko'rmadik, lekin sizdan o'sha 1 kilo yantoqni olib ichishni boshladik, 3 kunda natijasini bildik. Yangi po'stlog'i ko'chib, yangi teri chiqishni boshlagan. Psoriaz bo'lganda. Ichganini ichib, qolgan qismini suramiz, qolgan qismini yoki o'sha kompress qilib qo'yishsa zo'r bo'ladi. Uni o'zingiz o'rgatasiz, qanaqa qilishni. O'rgatamiz, Uni retsepti bor hammasini. Biza konsultatsiyaga kelishsa, murojaat qilishsa, biz aytamiz. Viloyatlardan turib sizga konsultatsiyaga berishsa, qanaqa qilib ularni ko'rib bera olasiz? Qanaqa qilib tashxis qo'yib bera olasiz? Shu haqida bizga telefon orqali men viloyatlarda aytishyapti, telefon qilib, "Men onamda shunaqa muammo, menga onangiz telefon qilsin." U gapirganda men uni organizmida nima ketayotganini tushunib olaman deb, o'shanga qarab mavlaga konsultatsiya qilib beraman. O'zi inson o'zi aytadi, "Menda mana bu muammo bor." Keyin men aytaman, "Birinchi bunga qaraysiz, keyingisida mana bu giyohimni ichasiz, keyingisida bunisini." O'sha ularda 3 kun, 1 haftada natija bo'ladi, xudo xolasa. Hozirgi kunda eng zo'r natija ko'rayotgan giyohlaringizdan qaysi biri? Xilva mahsulotimiz zo'r natijasi. Yantoq mahsulotimiz, ayniqsa Kaf Maryam haqida alohida to'xtab o'tsak, Kaf Maryam giyohimiz nima? O'sha Arabistondan keltiriladigan giyoh, buni ichidagi urug'i, tarkibida har xil inson organizmiga foydali gormonlar bor. Ayol kishilarga tug'ruqdan oldin o'sha berishsa, 36-37 haftalikdan keyin berishsa, hozir kesirva juda ham avjiga olib ketgan paytida, даже qabulimga kelgan 4 kilo 200 farzandimni ham dunyoga oson keltirib oldim deyishdi, shu giyohni berganimda. Bu giyohni o'sha aytdik, tarkibida gormon bor uchun tug'ruq yo'lidagi mushaklarni kengaytirib, dardda bo'ladigan og'riqlar bor, shuni kamaytiradi. Uni kamaytirganligi hisobiga ona ham, bola ham qiynalmaydi. Kaf Maryam oson bo'ladi tug'rug'i. Birinchi kesirvadan keyin so'rashyapti, "Men kesirva bo'lganman. Ikkinchisida men shu giyoh ichsam bo'ladimi?" Albatta buni berdik, sinovimizdan o'tdi bu narsa. O'sha kesirva bo'lishgan birinchi.
keyingi etapda o'sha kaf maryamni ichib o'zlari farzandini qo'liga olib olishgan. Judayam zo'r rezultatlar. Hozir ayniqsa ko'pchilikda man ko'pchilik qabulimga kelganda bitta holatni kuzatyapman. O 4-3 tug'ruqdan keyin shekasi umuman ochilmayapti. Shularni agar 37 haftadan keyin berishni boshlasak kaf maryam o'timizni nur ustiga alo nur bo'ladi. Nima uchun shunaqangi holat bo'lyapti ayollarda? Ayollarda harakatsizlik, qon quyuqligi hisobiga qon aylanishi yaxshi. Hamma narsa texnika bo'lib ketdi. Hamma narsa texnika bo'lib ketdi. Bitta oldingidagi hech kim tanasidan ter chiqmayapti. Harakat, yurish, 10 son shu konditsioner tagida ham o'tirib tug'ish mumkin deb o'ylashyapti. Qon aylanishi yaxshi bo'lib, gormonlar joyida bo'lib tursa, o'zi organizmda joylashgan o'sha Alloh yaratgan dard kelish kerak onada. O'zini vaqt soati kelib. Mana shu holat bo'lmayotganligi bu o'sha gormonlar yaxshi emas, qon quyuq, ichaklarda muammo bor. Ana o'shani hisobiga dard chaqiradigan unaqa sabab yo'qda, hozir dard kelmayapti ayollarimizda umuman. Keyin hozir kuzatyapmiz, yoshlarimiz ayniqsa uyqu rejimini, ovqatlanish rejimini buzib tashlashibdi. Ayniqsa unga juda ko'p, ayniqsa suv rejimini boshida aytib o'tdik biz. Agar uyquda norma bo'lmasa, o'sha suv ichishda to'g'ri qarashmasa, yeb ichayotgan oziq-ovqatini joy-joyida iste'mol qilishmasa, o'zi oddiy, lekin shuni noto'g'ri qilganligimiz natijasida bu yerda muammolar kelib chiqyapti. Tavsiya qilaman, suvga, uyqusiga birinchi o'rinda qarashini. Gormonlar to'g'ri ishlashi uchun ham uyqu kerak. Gormonlarga makro, mikro elementlar yetib borishi uchun ham suv kerak. Bu suv transport vazifasini bajaradi, ustozimiz aytganlaridek. Nima bu? O'sha to'qimalarga siz yeb ichayotgan makro, mikro elementlarni yetkazib beradigan narsa, suyuqlik. Lekin u qadar unchalik ahamiyat berilmayapti. Yo'q, ahamiyat berilmayapti. Mana kichkina oddiy narsa katta muammolarga olib kelyapti insonlarda. Hozirgi kunda nima yengilliklar bilan bandsiz? Zanigor obunachilaringizga, bizning kuzatuvchilarga nima yengilliklar qilyapsiz? Chunki bu yo'nalish juda ham katta yo'nalish. Insonni tanasi, inson sog'ligi o'zi birinchi o'rinda turadi. Inson tanasi sog'lom bo'lsa, kayfiyati zo'r bo'ladi. Kayfiyati yaxshi bo'lgan ayol bo'lsa, oilasida ham, jamiyatda ham nima baxtli bo'la oladi-da. Shu bo'yicha nima yengilliklar qilyapsiz? Yangiliklarimiz juda ham ko'p. Shu bugungi kunda ayol kishiga o'sha 21 kunlik marafon tashkil qilyapmiz qizlarimizga, ayollarimizga. Nima o'tda nimalar bor? Albatta Muxlisa Po'lat va obunachilarimizga tanishtirib o'tib ketay. Muxlisa opam bilan birgalikda biz sizlarga katta yangilik qilyapmiz. Marafon 21 kunlik o'tda nimalar olasizlar bu marafonda? Birinchi o'rinda ichaklar tozalanadi. Albatta ichak tozalanishi, yuzlarimizni chiroyli bo'lishi, hamma ayol go'zallikni xohlaydi. Unda go'zallikni joy-joyida bo'lishi uchun, chiroyli bo'lish, yuzida dog', o'g'rilar bo'lmasligi uchun biz aytib o'tdik. Detoks programmani qo'ydik. Birinchi o'rinda ichaklariga qaraymiz, uni qanaqa to'g'ri ichamiz, u bilan ishlab olamiz, ichaklar bilan. Keyingi o'rinda gormonlar to'g'rilanadi. Gormonalniy o'zgarish to'g'rilanganda ayol kishida albatta tushunasiz, psixologsiz, kayfiyati zo'r bo'ladi ayollarni. Albatta gormoni yaxshi ishlamayotgan, dopamini yo'q inson, kayfiyati yo'q inson, tanasida gormon to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, unga na dars, na so'z, hech narsa yoqmaydi. O'zini ustida ishlash ham yoqmaydi. Tushkunlikka tushib, noto'g'ri o'y xayollar keladi u insonga. Biz o'shaning uchun bir-birini to'ldirsin, ruhiyatiga qaragan inson kayfiyatiga ham qarasin, kayfiyatiga qaragan inson tanasiga qarasin deb biz o'sha 21 kunlik marafonda tashkil qildik. Tavsiya qilaman qatnashishinglarni. O'tda tabiiy tampon qilishni o'rganasizlar, to'g'ri uyqu, albatta suv ichishni to'g'ri o'rganasizlar. Keyin gormonlarni to'g'rilanadi, ichaklar tozalanadi o'tda. Undan tashqari psixologik juda ham zo'r darslar joylangan. Inson kechira olmasa, xafa bo'lsa, u baribir bolalikka borib taqalinadigan jarayonlar bilan ishlaymiz-da. Zanigor bilan birgalikda bunaqangi marafon qilishimizga juda ham katta sababchi bo'lgan narsa, ayollarni kuzatyapmiz, ruhiyati, kayfiyati sog'lom bo'lmagandan keyin bu tana ham sog'lom bo'lmayapti-da. Tanani tuzatib
jo'natyapmiz, lekin oilasidagi yana muhiti yaxshi emas, bolalari bilan chiqisholmayapti, turmush o'rtog'i bilan chiqisholmayapti, chunki uni miyasidagi fikrlar juda ham noto'g'ri, chalkash. chalkash. O'zidan ko'ngli to'lmayotganlar ko'payib ketyapti, sharoitidan ko'ngli to'lmayotganlar ko'payib ketyapti. Shunaqa. Noshukurlik holati hozirgi kunda juda ham ko'payib ketyapti va bu holatni 21 kunlik marafonga katta dars qilib joyladik. Zarnigor o'zlaridan 5 ta dars olasiz, mendan 5 ta dars olasiz va har kuni sizga nazoratda bo'lib turasiz. Har kuni sizdan kelayotgan savollarga javoblar qilib, 21 kun ichida ham tana sog'lomligi, ham ichingizdagi og'riqli hissiyotlar bilan ishlash jarayoni, ham gormonlarni to'g'ri ishlashi, ham undan tashqari o'sha ayollik jozibasi oshib, sog'lom bo'lishingiz uchun judayam ichinglarga va jenskiy organlarga urg'u berganlar Zarnigor uy sharoitida nimalar bilan davolasa bo'ladi. Qimmat summalarga gormonlarni topshirib, o'zingizni qiynab, mani pulim yo'q, mani sharoitim yo'q demasdan, oddiy sodda til bilan aytilgan darslardan foydalanib va oddiy giyohlardan foydalanib ham lecheniya qilish usullarini xudo xolasa birgalikda o'rgatamiz. Hop, bu 21 kunlik marafonda ishtirok etganlar nimalarni topishadi-ku, ishtirok etmaganlar nimalardan mahrum bo'lishadi. bo'lib qolishadi. Bu juda ham zo'r dars bo'ladi ayol qizlarimiz uchun. Nimagaki u yerda ham icheklarini detoks programma bilan qaryapti, ham yuzi tiniqlashib, yuzida o'g'ri bormi, dog' bormi, uni hammasi xudo xolasa ketadi. Keyingi o'rinda gormonlar yaxshi ishlaydi. Gormonalniy narushiniyani organizmda qanaqa to'g'irlash mumkin uy sharoitida uni o'rgatamiz. O'sha tabiiy hozirgi holatda mana vyuzdileniya ajralmalar ko'p kelishi, ko'p uchraydi, hayz sikllari. Uy sharoitida qanaqa tabiiy shunaqa zo'r natija ola oladigan tamponlar haqida gaplashamiz. Undan keyin biza kayfiyati, albatta kayfiyati bilan bular ishlaydilar. O'sha ilmlarini, bor ilmlarni o'sha 4 ta darsga beryaptilar. Bittamiz tana holatimizga qarasak, o'sha ruhiyatlari, ularning kayfiyatlari bo'lmayapti. Bular bir-biriga bog'liqligini biz tushunib qoldik Muxlis opam bilan. Shuning uchun bu birgalikda ishlansa, ayol qizlarimizga juda katta natija bo'lishini tushundik biz. O'zimiz ham xuddi shu proseslardan o'tdik. Ya'ni tanamizga qarasak, ruhiyatimizga qaramadik, ruhiyatimizga qarasak, tanamizga. Endi ruhiyatdagi o'sha gormonalniy buzilish nimadan kelishini tushunib olsanglar, ichinglar nimadan yaxshi ishlamayotganligini tushunib olsanglar, sizlar ham ruhiyatga, ham tanaga qarashni bir vaqtda o'zida o'rganasizlar 21 kunlik marafonimizda. Xudo xolasa va undan tashqari siz bu ilmlarni egallaganingizdan keyin faqat o'zingizni davolab qolmaysiz. Barcha oila a'zolaringizga bu bergan bilimlarimizni qo'llay olishadi. Chunki ayrim ota-onalarimizni balog'atga yetgan bolalari bor, ularda agressiya, gapimga kirmayapti, o'jar bo'lib ketyapti, jahl qilyapti degan holatlar bor. Ularni baribir o'zini tanasida gormonlarni qay tarzda ishlashini bilgan ona bolalarida nima ketayotganini biladi-da. Jahli chiqayotgan bolasiga qarab turib, unda yod yetmayotganini, unda A, E vitamin yetishmovchiligini bilgandan keyin ona urush-urmaydi deb o'ylayman bolasini. Xuddi shunaqa sog'lom muhit paydo bo'ladi uyida. Farzandini ham turmush o'rtog'iga ham juda ham foyda bu narsa. Nimagaki u yerda o'zini organizmini tushunadi, ruhiy holatini tushunadi. Bu narsani tushunib, o'ziga qarashni boshlagan ayol albatta oilasiga ham nima qilishni tushunib oladi. Eng zo'ri bunda butun oilaga bera oladigan sodda, oddiy tilda tushuntirganmiz buni. Bu darslarni tavsiya qilaman 21 kunlik marafonimizda qatnashishlarini. Zarnigor, rahmat bizani studiyamizga kelib, podkastimizda ishtirok etib, shunaqangi marafonlar, yaxshi ilmlarni o'zimizning xalqimizga sochib kelayotganingizdan, ilmlaringiz bilan bahramand qotganingizdan, ayollar orasida, bolalar orasida qotgan xizmatingizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh o'zi barokatlarni yog'dirsin. Yana ko'p yaxshi ishlarda birgalikda hamkorlikda ishlashlarini Alloh nasib qilsin. Siz bilan ishlaganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Obunachilarimizga ham juda ham zo'r yengillik bo'ladi. Siznikiga ham, menikiga ham bu bir-birini to'ldiradigan dars. Xudo xolasa yana ko'rishamiz siz bilan. Xursandman sizlar bilan ishlayotganim uchun.
Rahmat hammalarga, tan joninglar sog' bo'lsa, ilm yo'lidan, o'zinglarni ustinglarda ishlash yo'lidan hech qachon charchamanglar. Ona sog'lom bo'lsa, oilada ayol sog'lom bo'lsa, butun jamiyat sog'lom bo'ladi. O'zinglarni sog'lomliginglarni tiklash yo'lida birinchi qadamlaringlar balki shu 21 kunlik marafondan boshlanadi. Yana bitta narsani bilamanki, ilmli, ziyoli ayol hech qachon o'zidan va atrofidagilardan ayb qidirmaydi. Sog'lom, sakinatda, xotirjamlikda yashaydi. Ana shu sakinat hammalarga nasib qilsin. Rahmat kattakon.